Nima qilding? Sizlar qimorni nima qilib qo'yasiz? Voy, sen. Xo'p, nima qilish kerak seni? Bo'ldimi, shunaqa qilib bola bo'lib qoladimi? Ha, siz uchoyingizga keyin yoningizga shu birga yotamiz, keyin bo'ladi. Bo'lsa agar qanaqa qilib bitta o'psa bo'ldimi? O'pishaman. O'pishsiz bolali bo'lib qoladi. Ha, tur, qanaqa qilib? O'pishadi. Hop, shunaqa qilib bolali bo'lib qolar ekan. Ha. Qanaqa? Keyin qattan bilaymi buni? Men sizni yaxshilab-ku. Nima? Men sizni qattan bo'lishim. Nima? Turmushga chiqqanimda gapirasiz. Nima? Uylanib ko'rmaganman-ku. Yo'q, nima? Faqat o'pishsa bolali bo'lib qoladimi? O'pishsa bolali bo'ladi, ha? Yo'q, ha, o'pishsa. Qanaqa qilib? Boshqalar bilan o'pishsa ne bolali bo'lmagan? Bilan. Siz o'pishganmisiz kimdir bilan? Yo'q. Qattan bilasiz unda? O'zing aytsan-ku, ko'chada ko'rganmiz. Nimani ko'rganmiz? O'rtoqlarim o'pishgan ko'rganman-ku qizini. Sizni o'rtoqlaringiz qizini o'pganini ko'rganmisiz? Ha? O'lib turib o'pgan, yotib o'psa bo'ladi. Shu yotib o'pganda? Ko'chada yotadimi? Yo'q, uyida. Uyiga borganmisiz siz o'rtog'ingiz? Ha? Ha? Nima? Ne ovozing uzilib ketdi? Alo. Eshitilyaptimi? Ha, gapir. Jar bo'lib qoldingizmi? Ovozing eshitilmay qoldi-yu. Gapiryapman-ku baqirib. Voy shang'i. Shu qo'rqib qolar ekanmi? Bo'lmadi-yu. Bo'lgan. Bo'lmadi. Voy, 1 yil o'tib ketdi-yu. Bo'lmadi ish bola. Ana, unda kasal bo'lgandir. Kasal emas ekan. Qiz kasaldir. Yo'q, sog' ikkalasi. Ha, unda qattan bilasiz, qattan bilayman nega bo'lmagan, nima fol bo'lmanmi? Aytsan-ku, yotib o'pishsa bo'lib qoladi. Yotib o'pishmagandir, sizga ko'rsatmaydi-ku o'pganini. Ko'rsatganda? Qattan ko'rdingiz. Ko'rdimmi? Labidan o'pish kerakmi? Ha, labidan o'pish kerak edi. Necha marta? Labidan, yuzidan o'paveradi. O'zi to'yguncha o'psa kerak edi. Bola to'yguncha o'padi. Keyinchi? Keyin birga uxlaydi, quchoqlashib kiyimdami? Kiyim uyalmasa kiyimsizda yotadi-de. Kiyimsiz uyalmas bir qiz. Har xil bolalar bor-ku. Uyatgan bolalar ham bor. Uyalsa qizidan yechmaydi. Yoki qiz bola uyalsa yechmaydi. Sen nima qilasan? Men to'yimizdan keyin yechmasdan uxlayman. Ne? Uyalamasdan. Nimasdan uyalasan? Hamma narsani yechib yotish kerakmi? Voy? Hech narsa qolmaydimi ustimda? Yo'q, qoladi. Nima qoladi? Ko'ylakmi, nimadir yotadigan. Uni qanaqa tiqadi? Nimani tiqadi? Pasimga. Pasimga? Pasimga nima tiqish kerak? Nima tiqsa bo'ladi o'zi? Voy, ana. Mashina tiqmaganman-ku.
Man tiqaman-ku. Nimani tiqasiz hop? O'shani? Qaysini? O'shani. O'shani oti bormi? Bor. Nima o'zi u? Pastda-da u. Yeydigan narsami? Yo'q. Plastmasmi, temirmi, nima? 6-qo'lim. O'yinchoq. Nima? 6-qo'lim. 6-qo'l? Ha. Siz 6 qo'lingiz bormi? Yo'q, cho'nchagini tiqsan 6ta bo'lib qoladi. Men sizga tushunmayman. O'zbekcha qilib gapiring. Voy. Bola qanaqa bo'lishini bilmas ekansan-ku. Bola aytdimmi? Quruq pishgandan bo'lmaydi-ku. Bo'ladi. Ne, bo'lmaydi. Ular qo'rqib o'pishgandir. Yaxshi o'pmang. Ko'p bitta shunchaki bor. O'rtog'ingiz bilan o'sha qiz bitta o'pgan. Bo'ldi. Boshqa o'pmagandir. Bolali bo'lish uchun necha marta o'pish kerak? Ko'p o'pish kerak. Quchoqlashib yotibmi? Ha. Qayerda yotish kerak? Farqi yo'q. Ikkala bo'lsa, shu spalniy garniturida yotadi. Shu man to'ydan oldin unaqa yotmaganman. O'pib ko'rgan. Aytdim-ku boya o'g'il bolani o'pmaganman. O'g'il bolani. Yo'q, bizanimizda o'g'il bola yo'q. Yo'q. O'pishim yoqtirmaymi? Ne, boya yoqtiraman dedingmi o'pganlarni? Kattalarni. Shunaqami? Bizanimizda o'piladigan odam yo'q. O'pishga odam yo'q. Men borman. Siz borsiz. Siz bizani uyimizda emassiz-ku. Hop, ko'rishamiz-ku. Hozir? Ko'rishamiz-ku, deyapman. Hop, ko'rishamiz. O'paymi shunda? O'zim o'paman. Qanaqa qilib? O'zim. Boyagi qiz telefonni o'pdim-ku, mana shunaqa o'paman. O'pishamizmi? Mana shunaqa. O'pishamizmi? Yo'q, o'pishmaylik. Ha, biroz sekinroq o'pishamiz. Ha, просто mana shunaqa. Bitta qilib o'pamiz. O'pishmaymi? Bir marta o'pishaylik. Manku. Ha? Men o'pishni bilmayman. Men ham bilmayman. Siz o'pasiz, o'pishasiz. Sen jim turasan? Ha, bilsam, javob qaytarardim. Voy, o'zim masalimsanda. Bola qanaqa bo'lishini aytaymi? Bola qanaqa bo'lishini aytaymi? Ha, ayting. Bilasizmi? Nega unda mendan so'radingiz? Sen jinni noto'g'ri javob berding. Meni qiynalib ketdim gapirib. Birinchi bob. Nima? O'pishadi. Ha, mana shuni aytyapman-ku. Hop bo'pti, bolalik bo'lish uchun nima qilish kerak? O'pish kerak. Faqatmi? Ha. Faqat o'pishib yotursa bo'l, bolalik o'qib qoladi. Ha, o'psa yoz. Hech narsa qilmaydi pastga. Shu bo'ldi. Quchoqlab yotadi o'zi. Quchoqlab yotadi, bo'ldimi? Yetmasdan yotadimi? Quchoqlab erkalab yotadi, bo'ldi. Yechinib yotadimi? Ha, yechinib ham yotadi har xilda. Yo'q. Xolasi yechinadi. Mana ruxsat so'radi, yechinmaydi-ku. Yechinsa mayliman deb. Ha.
bolani pastiga nima qiladi? Qiz bolani pasti oyog'igami? Yo'q, o'rtasiga. Shugami? Ha? Pisligigami? Nima? Pisligi bor o'shadigami? Tegadimi? Ha? Pishdimi? Tursini yechadimi? Qiz bola xolasi yechadi. Keyin nima qiladi o'tiga? Pishdimi? Ushash kerakmi? Bilmadim. O'sha bo'lmaydi-yu. Nega? Nima bor o'zi o'tda? Anonisi bor. Nimasi? Uyat joyi bor-da. Uyat joy nima u? Topishi. Ko'rmaganman. Nima u? Topishi bor. Nimasi? Bo'ldi, aytdim 2 marta. Nima boshqatdan bor? Eshitmadim u. Popishimi nimasi? O'shanisi bor. Popishi. Shunaqasi bormi? Uni qanaqa bo'ladi u? U yurayotganmi? Uch-burchi. Shu nega aytishim kerakman sizga? Voy, kimga aytasan? Boshqa bolaga aytasanmi? Menga aytmas. Yo'q, hech kimga aytmayman. To'ydan keyin ko'rib olasiz. Voy, shunaqa qilsanmi? Yo'q, uyalaman. Uyalma. Mengachi bitta gap aytaymi? Ha. Ne o'zim nomerim tarqatib yubordingiz? Ne, sen bu temaga o'tib olding? Mengachi, temaga o'tishim sababi bor. Nima bo'ldi? Har xil rasmlar tashashadimi? Men o'chirib qo'ysam ham, o'chirib tashlasam ham bittalab o'chirib chiqaman. Ko'zlarim og'rib ketadi. Blokka tiqqanimcha tiqaman. Ketganman. Xitkivor, jonim ketdi. O'zi o'chirib tashlamoqchi edim. Bor yo'q. Voy. Menga xillari insofli ekanda, ro'za bilan, juma bilan deb namoz o'qiydimi o'sha bolalar. Yaxshi ekanda. Yo'q, ularchi unaqa emas ular. Ha. Ular 15 takan qora akalar-yu. Nima degani u? Endi o'zidan aqlli yasab oladi-da. Meriga tarqatib yuborish. Bo'lmasa-chi, u bitta tekin qiz bersa bo'ldi, yotib oladi u. Unaqa ishonmang. Unaqa bolalarga aldab-sullab gapirsa. Bilib turman shuni. O'qimga chiqib ketaman. Nega yozmaysiz? O'qib chiqib ket. Har xil viloyatdagilar, Toshkentliklar yozadi. Yana behayo uyatsiz rasmlar jo'natadi menga. Sani ko'rasan ochib. Yo'q, ochilib qolgan bo'ladi men ochsam. Ochilib qolgan bo'ladi sen ochsang. Ne, boshqasida ochilib qolmaydi, senda ochilib qoladi. Menga rasm emas, qimirlab o'tiradi. Qimirlab? Ha, qimirlaydi, lekin gapirmaydi-da, qimirlaydi. Nima qimirlaydi? Odam o'sha bolam qizmi qayerdan biladi, chet elliklarni. Nima qiladi? Nima qilyapti ekan u? Yechib olgan, uyatsiz, yomon o'tadi. Yomon narsalar. Rasm bo'lsa aylanib o'tiradi, ochganini ochadi. Eski menga yoziladi-ku, mana siz hozir yozdingiz. Bo'ldi, bilama, bo'ldi. Tushunarsiz. Men nomerimni tarqatib yubordingiz. Ne, san likilading? Shartmidi? Ne, san likilading? Keyin meni har xil gruppalarga tiqib qo'yishadi. Oy, o'tmaysanmi? Diyor ekanmi qizimni tiqmanglar meni unaqa joylarga deb. Sizni qayerdan taniydi ular? Taniydi-yu, OSEXni administratori desang. Obbo. Kanalimni aytsang taniydi. Kanalingiz qaysi sizni? O'sha tarqalgan joying. Tarqalgan joyim otini men bilmayman. Voy, bilmay qo'ya-qo. Olib tashlaymi? Olib tashladim-ku, likkilasang yana tiqib qo'yaman. Yo'q, uni qilmang. Qilsa berasanmi?
qisib yurasanmi aytganimni qilib? Shu kuni ha aytganingiz qilaman. Ikkilanmaysanmi? Yo'q. Bo'z. Ko'rishmaganman-ku. Hop, ana qiz bilan bola nima qiladi? Shundan gapirsang-chi.